Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana Boburxonlikni davom ettiramiz. Ya'niki Boburshunoslik sohasidagi qilinayotgan ishlar, bundagi mana shu yurtdoshimizning, buyuk yurtdoshimizning 500 yildan beri uning ijodi, hayoti o'rganib kelinmoqda. Savol berishingiz mumkin, nega ancha vaqtdan beri chiqish qilmadingiz deb. To'g'risi aytganda, birinchidan menda vaqt bo'lmadi. Ikkinchidan, o'z sohada ketaman deb ko'p marta niyat qilgan paytlarim bo'ladi. Nima keragi bor? Kimlardir xafa bo'layapti. Kimlarningdir balki nonini yarimta qilayotgan bo'lishi mumkin degan savolim tug'ilib qoladi. Bunday deyishimning sababi o'tgan yil adog'ida mana shu Boburnoma kitob mana ko'rinyapti. Laklangan, juda bir chiroyli tarzda nashrdan chiqdi. Bu nashrda men 2,5 mingdan ko'proq izohlar, tuzatishlar kiritganman. Lekin ba'zi bir olimlarimizning nima deymiz desam ekan, ularga sal yoqmadi. Sababiki shu paytgacha o'zini Boburshunos deb yurgan, bunaqa xatolar tuzatilmagan va eng alam qiladigani ularga mana shu tahrir hay'atida ularning familiyasi yo'q odamlargina tosh otyapti. Ya'niki Boburshunoslikda bir tuzukroq ishi yo'q, lekin qayerda bo'lsa familiyasini qo'shadi, qayerga bo'lsa chopib yuradi, qayerdadir grantlarga boradi. Joni omon bo'lsin. O'shalardan bittasi, uni ufunati fevral oyida menga yetib kelgan. Ya'ni-ku aytadiki, bitta sahifada 20 ta xato topdim degan, lekin bitta narsani anglab yetmagan o'sha olim. Olim deyishga ham tilim bormaydi. Ya'niki bu kitobni tayyorlashda men bir nechta qo'lyozma va oldingi nashrlarni solishtirib, ruscha, inglizcha, hind tilidagi, arab tilidagi nashrlar bilan solishtirib, taqqoslab imkon qadar uni tuzatishga harakat qilganman. Hali buni mukammal deb bo'lmaydi. Hal qilinadigan ishlar juda ko'p. Misol uchun qora deb yozilgan bo'lsa, qora deb keltiraman. Qaro deyilgan bo'lsa, qaro deb yozilgan bu yerda. O'shaning uchun ham haligi terisiga sig'may ketib, bechora qayerlargadir nashriyatlarga kitobini ko'tarib borgan, maqolasini mana shuncha nashriyatlar ham ahmoq o'tirmaydi-ku. Qanaqa qilib tanqid qiladi bu kitobni? O'shaning uchun qaytarib bergan. Qaysi nashriyatlarga borganicha, qaysi jurnalga borganigacha bilaman. Kimligini aytmayman. Ilm ahli o'zi tushunib yetadi. Mayli Xudo umr bersin, sog' bo'lsin. Men eng xursand bo'lganim u olimning yana bir jo'rasi bor, ukasi deylik. U bechora undan ham xursand. Haligi buni chiqishini olib boshqa joylarga tashlab xursand bo'lib yuraversin deyman. Chunki buni qattiq so'kkan joyim bo'lgan. Hech qachon birovni haqorat qilish kerak emas, hammasi qaytadi. Shuning uchun ham men xursand bo'lganimki, bechora shu xursand bo'libdi, umrida bir sukra ish qilmagan, xursand bo'lsa bo'libdi-da. Keling, mavzuyimizni davom ettiramiz. Yuqorida aytganimdek, Boburshunoslik sohasida qilinayotgan ishlar haqida. Bugun meni qo'limda Shayx Zahiriddin Muhammad Bobur degan kitob bor. Haqiqatdan ham ayni o'z vaqtida chiqqan kitob. Bu kitob muallifi Mirmahmud Mirsaydullayev. Mirmahmud aka professor, Bobur mukofoti sovrindori, Boburga ixlosi nihoyatda yuqori shaxs sanaladi. Bu kishi bilan tanishishimiz ham qiziq bo'lgan. Men hech qachon ikki kishi bo'lib bir kitob yozish yoki ikki kishi bo'lib bitta maqola yozish tarafdori emasman. Endi aniq fanlarda bo'lishi mumkin albatta. Bitta laboratoriyada ishlashadi, fizik yoki matematik, ximiklar. Boburning zaharlanishi degan men bir maqola yozganimda, domla ham shunaqa maqola yozganlar, kitob yozganlar, Boburning kasallik tarixi degan. O'shanda ikkalamiz maqolamiz bitta chiqib ketgan joyi bo'lgan. Keyinchalik tanishganmiz. Nihoyatda mehnatkash, zukko, Boburning haqiqiy ixlosmandlaridan biri sifatida mana shu ajoyib kitobni xalqqa taqdim etgan. E'tibor qiling kitobdagi rasmga. Bu rasm Londonda saqlanayotgan Boburning haqqoniy tasvirlaridan biri sanaladi. Yagona desam ham bo'ladi. Endi kitobda nimasi yoqdi menga? Shayx Zahiriddin Muhammad Bobur deyilgani. Shayx so'zini nimaga ishlatyapti? Haqiqatdan ham bugungi kunda Pirimqul Qodirovga tosh otib, u orqali Boburga tosh otayotgan qo'shtirnoq ichidagi olimlar, ziyolilar paydo bo'ldi. Pirimqul Qodirov mana shu hozir kitobi qo'limda turibdi, bittasi Yulduzli tunlar. Ajoyib asar, buyuk asar. Lekin bu Sho'ra davrida yozilgan. Shayboniyxonni yomonladi. Shayboniyxon bizning
ajdodimiz deydiganlar ko'payib ketdi. Ajdodingiz bo'lishi mumkin, buni hech kim inkor etmaydi. Faqat shajarasi bilan tuzukroq shug'ullanadigan olimning o'zi yo'q. Bittasi yaqinda men bilan sal tortishdi ham. Men u bahsga tasodifan borib qolganman. Buni tafsiloti uzoq, bu alohida mavzu. Ya'niki ko'chmanchi turkiylar emas. Undan avval ham bu yerda yashagan elatlar bor. Afsuski, mana shu etnografiya sohasida ham bizda anchagina oqsoqliklar borligini tan olishimiz kerak. Kitobga qaytadigan bo'lsak, Mirmahmud aka Boburning diniy e'tiqodini, uning pirlarini nihoyatda juda bir go'zal tarzda bayon etib bergan. Aslida Boburga toshlatayotganlarga eng katta javob Boburning mana bu mubayyin asari edi. Mubayyin degani bayon etuvchi. Nimagadir shayxlarimizdan bittasi, shuning ham nomiga shayx qo'shilgan, Mirzo Kenjabek mubayyan degani bayon qilingan degani. Lekin Boburning o'zi aytib qo'yibdi, mubayyin, bayon etuvchi. Bobur mana shu islom dinining 5 ta asosiy ruknini she'riy tarzda farzandlariga bayon qilib bergan. Mubayyin kitobini ko'p men tilga olaman, sababiki bu yerda kitob 5 ta kitob deb tasavvur qilaylik. O'sha kitobning 5-chisi Kitobul Haj deb ataladi. Hajga boruvchilar uchun ajoyib qo'llanma sanaladi. Endi Boburning diniy e'tiqodini men bundan bir necha yillar ilgari professor Najmiddin Nizomiddinov aytganini domlab maqola yozib bering deganda aytganki, birovning e'tiqodi haqida so'z yuritmaslik kerak. Uni faqatgina o'zlari oliy haqqi bor. Shuning uchun Boburga to'shatayotgan kishilar nihoyatda o'ylab ko'rsin va shu bilan birgalikda bitta so'zini oldin aytib o'tib ketaman. Boburning gapi: "Meni e'tiqodsiz deb bor el ichra yod etma. Xudo uchun bor elni o'zingdek e'tiqodsiz bilma" deb qo'yibdi. Juda ham ajoyib satrlar. Bobur haqiqatdan ham Hanafiya mazhabidagi chin musulmon, sunniy, uning ota-bobolari barchasi. Shu o'rinda yana bir gapni aytib o'tib ketaman. O'sha men bilan tortishgan, bahslashgan olimimiz, Qo'shtirnochida olim deb aytaman. Said demaylik, pir demaylik degan so'zlarni aytib yubordi. Agar salgina fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan inson Amir Temur maqbarasiga borganda ham Amir Temur hazratlari pirlarining oyoqlarining ostida turibdi. Ya'niki dafn etilgan demoqchiman. Tasavvur qilyapsizmi? Qanchalik darajada Saidlarni, ularni hurmat, e'tibor qilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Xo'ja Ahror Vali va ul zotning farzandlariga nihoyatda qattiq hurmat bilan bo'ladi va hattoki farzandlariga vasiyat qiladiki, suyarlarning itini ham suying degan so'zlari bor Boburning. Boburni bilmagan odam kimdir tosh otish bilan o'ziga bilmadim, olim degan nom olgisi keladimi, tushunmayman, yoki elning nazariga tezroq tushaman deb o'ylaydimi? Oldin kattaroq bir ish qilish kerak. Misol uchun mana shu Mirmahmud Mirsaydullayev mana shu kitobni tayyorlash jarayonida qancha asarlarni ko'zdan kechirgan. Va shu bilan birgalikda o'sha mubayyin asar orqali va Boburnomadagi uning pirlarga bo'lgan hurmat e'tiqodi, farzandlariga yozgan vasiyatnomalarni keltirib beradiki, bu kitob nihoyatda arziydigan asar. Hozir men tasodifan ochyapman, mana qarang, xuddi shu gapni 3-bobida mubayyan asari debdi. Mubayyanmi yoki mubayyin degan. To'g'ri, domla ham mubayyan shakliga menimcha moyilroq. Har kimning o'zining ixtiyori. Lekin mana shu kitob, Mirmahmud akaning kitobi, men o'ylaymanki, o'sha Boburning e'tiqodiga tosh otayotganlarga, Pirimqul Qodirovga tosh otayotganlarga yaxshigina javob bo'ldi. Hurmatli do'stlar, hali davom etamiz. Orada men vaqtim yo'qligi tufayli chiqishlarim kam bo'ldi. O'ylaymanki, bundan keyin tez ko'rishib turamiz. Juda ham ko'pgina menga savollar tushgan. U savollarning hammasiga javob berishga albatta vaqt kerak bo'ladi. Hattoki mana shunday Mansur Abdullayev degan do'stimiz, ixlosmandi, Bobur ixlosmandlaridan biri yozgan O'shdagi Sulaymon tog'idagi oq uy haqida gapirib bering degan. Haqiqatdan ham Bobur qurgan moddiy me'moriy yodgorliklardan bittasi sanaladi bu. Vaqt kelib bu vaqtda
Albatta biz so'zlab beramiz. Rahmat Mansurjon Abdullayev. Barchalaringizga salomatlik tilayman. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Yaqinda aytdim-ku, Boburga tosh otish boshlangan. O'shalardan bittasi qanaqa qilyapti? Nitsening kitobini o'qigan ekan. Falsafa, faylasuf 1900-yil vafot etgan, o'lib ketganiga 125 yil. O'shaning kitobini o'qib, go'yoki yangilik qilganday bo'lib, Bobur bilan bog'lashga harakat qilyapti o'sha olimimiz. Ya'ni aytadiki, Bobur muhojirlarning qahramoni deydi. Muhojirlar deganda kimni nazarda tutyapti? Rossiyada yurgan, boshqa joyda yurgan, tirikchilik qilib yurgan. Bu faqatgina muhojirlarning qahramoni emas. Bu olimimizdan sal o'tlab ketdi desam bo'ladi. Bobur bugungi O'zbekistonda yashayotgan, bugungi Afg'onistonda, Hindistonda, Pokistonda, Bangladeshda yashayotgan Osiyoning juda ko'p mintaqalarida Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlaridan qolgan ajoyib yodgorliklar, ya'ni islom dinining rivojiga qo'shgan hissasi borki, ularning qahramoni. O'sha olimga men bitta gapni aytdim. Yana Boburning e'tiqodiga tosh otayotganlarga bu ham javob bo'ladi-da. Arab tilini bilmaysiz, taqsir. Rus tilini bilishiga ham ko'zim yetmaydi. Chunki men o'sha kuni ingliz tilida haqida bitta kitob o'qib bordim, ingliz tilini ham ola olmadi. Mana Shayboniy haqida kitob ingliz tilida dedim. Keyin o'sha As-Sanif dedim, o'sha boshlovchiga o'sha olib qoldi, ustoz biz tarjima qilib, marhamat, ol. Ajoyib kitob edi. Urdu tilini bilmaysiz, chunki bu tillarda mukammal islom tarixi degan yostiqdek kattagina kitob bor. Ularni bilmaysiz, o'qiy olmaysiz. Hech bo'lmasa o'zimizni shayximiz yozgan. Bizda shayx deganda ko'proq elimiz, xalqimiz tushunadiki, hurmatli marhum buyuk inson Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlarining kitoblarini, o'sha kitobda shayximiz islom olamidagi islom tarixi haqida so'z yuritganlarida Zahiriddin Muhammad Bobur va Boburiylar avlodiga alohida sahifalar ajratganlar. Hech bo'lmasa o'zbek tilidagisini o'sha shayximizning kitobini o'qib, keyin gapirsin, o'shalar keyin Boburga tosh otishsin. Boburga tosh otish juda ham qiyin. Mana bugungi kunda Andijon yaqinidagi shaharchaga Bobur nomi berildi. Ya'niki mamlakatimiz rahbari tarafidan Boburning qilgan buyuk xizmatlarini yanada ulug'lab, uni mana shu dunyo tamaddunida, jahon tarixida qo'shgan hissasini albatta O'zbekistonda uni muhrlab qo'ydilarki, bu albatta quvonchli voqea. Boburga tosh otayotganlarga insof tilayman. Menga tosh otaversa farqi yo'q. Men oddiy odamman. O'zim o'shanda ham aytganmanki, cho'ponman deganda majoziy ma'noda aytganman ham, to'g'ri ma'noda ham buni tushunganlar tushundi, tushunmaganlar o'zlari biladi. Ya'niki bizlar oddiy odam. Lekin Boburlardek shaxslar, podshoh, davlat tuzgan, ular buyuk shaxslar. Tosh otish bilan biror narsaga erishilmaydi. Aksincha farzandlaringizni ilmga rag'batlantiring. Otarchi olimlar bor. Har 2 kunda televizorga chiqqan bilan sizdan biror narsa qolmaydi. Qancha ko'p chiqsam, shuncha ko'p el tanishi degan fikri bor. Bu bo'lishi mumkin. Lekin amalda mana bunaqa ajoyib ishlarni qilib qo'yish kerak. Mirmahmud akaning ijodiga yanada baraka tilayman. Yirik olim, hamma mana shu darajadagi, mana shu Mirmahmud akaga o'xshab fidoyi tarixchilar bo'lsin. Aslida bu odam tibbiyot fanlari doktori, lekin tarix sohasida ham katta ishlarni amalga oshirgan bir nechta kitoblari bor. Bu kitob bilan tabriklayman domlani. Mirmahmud aka, sizga salomatlik tilayman. Boburshunos sohasida qilayotgan ishlaringizni xalqimizga taqdim etganingiz uchun tabriklayman. Bu o'sha Pirimul Qodirovga, Boburga tosh otayotganlar uchun yaxshigina javob bo'ldi deb o'ylayman. Barchalaringizga salomatlik tilayman. Omon bo'lingizlar.